Dikkat! Ushbu video faqat 18 yoshdan katta tomoshabinlar uchun mo'ljallangan. Jigarlar, bugun sizlar bilan qanday qilib AdinExpertdan ro'yxatdan o'tishni o'rganamiz jigarlar. Xo'p, qaranglar, birinchi navbatda AdinExpert prilojeniyasini yuklab olish kerak. Bu prilojeniyani biz Telegram kanalimizda tashlab qo'yganmiz. Xo'p, yuklab bo'lganingizdan so'ng keyingi qiladigan ishingiz ustanovka qilasiz va ustanovka jarayonida internetingiz yoniq turishi kerak. Bu ya'ni hech qanday muammo keltirmaydi. Keyin qiladigan ishingiz registratsiya tugmani bosasiz. Xo'p. Undan so'ng sizlarga 4 ta usul chiqib keladi. Aynan siz mana bu pod telefon degan usulni tanlashingiz kerak. Aynan shu usulda siz bemalol muammosiz ro'yxatdan o'ta olasiz jigarlar. Xo'p, telefon raqamimizni kiritamiz. So'm turadi. O'zbek so'm va promokod degan joyga eng AdinExpertda o'zini bonus beradigan promokodini kiritamiz jigarlar. Va bonusda kazino bilan AdinX Gamesga tushiramiz. Shu bilan mana hozir hamma tomonni to'ldirdik. Bu endi mana zaregistratsiya tugmasini bosamiz jigarlar. Va bizga hozir mana bunday holat kelib chiqadi. Aynan robot emas ekanligingizni tasdiqlashingiz uchun bizdan so'rayapti. Mana bu gidrantini tanlang deyapti. Tanladik va подтвердить tugmasini bosdik. Keyingi qatorga mana bularni tanlang deyapti. Ya'ni sizga mana hozir nomeringizga SMS kod kelishi kerak. Aynan qaysi usul orqali kelsin deyapti. Biz albatta kod SMS orqali birinchisini tanlaymiz. Va shunda bizga 5 minut vaqt beradi va 5 minut vaqt ichida bizga kod keladi. SMSni kiritamiz albatta. Va shundan so'ng Activate tugmasini bosamiz jigarlar. Va shu bilan qarabsizki, bizning akkauntimiz ochildi jigarlar. Hech qanday muammo bo'lmasligi uchun aynan mana bu qatordagi, mana sizlarga ham ko'rsataman hozir. Hop, menyu bo'limiga o'tasiz. Va menyu bo'limidan mana bu odamcha rasmini ustiga bosamiz jigarlar. Va qarabsizki, mana bu yerda заполнить данные. Daniylarni to'ldirib chiqamiz. Ya'ni login, mana bu yerda so'ragan narsalarni to'ldiramiz, email, nomer, hammasini. Tak, заполнит'ni bosamiz. Bu yerda mana ko'rganlaringizdek hamma ma'lumotni to'ldirib chiqamiz jigarlar. Bu sizga ertangi kunga pulingizni chiqarib olish uchun jigarlar. Va shu bilan bemalol plus tugmani bosib, hamyon orqali yoki plastik karta orqali bemalol pulni kiritsak bo'ladi jigarlar. Albatta video yoqqan bo'lsa videoga like bosib qo'ying. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying jigarlar.